Bolalarimiz yeydigan kreshki, kola, xullas qattiqo'rg'ilgan deyapmiz, chipis, shunga o'xshagan ximikati ko'p mahsulotlar. Men o'ylardim, oshqozon ichak faoliyatini buzadi deb o'ylardim. Hozir tushunishim bo'yicha bu zo'r. Sizlarning mutaxassisliklaringda ham yaxshigina kasallik keltirib chiqarar ekan. Shu narsani biz hozir kuzatib turganlarga aytib bersangiz. Islomxon aka, hozirgi gazli shirin ichimliklar, siz sanab o'tgan kechki fast food, frilar, qayta qizirilgan yog', trans yog'lar, keragidan ortiq sho'r mahsulotlar asosan adenoid giperplaziyasini keltirib chiqaryapti va normal immun sistemasini surunkali o'zgarib borishiga olib kelyapti. Buning natijasida bolalarda adenoidni asoratlari keladigan bo'lsa, tishlarning noto'g'ri o'sishi, rivojlanishi, eshitish pasayishi, nafas olish qiyinchiligi, xurrak bilan kechqurun og'iz ochib nafas olish bilan asoratlanib ko'p bemorlar murojaat qilyapti. Bunda allergiya tomonlariga ham bog'liq ekan, demak, burun ishib, nafas olish qiyinlashishi. Qiyinlashuvi, kattalashuvi, allergiyani qayta surunkali ravishda allergik rinitga o'tib shamollashlar, qabulga kelishlar ko'payib ketdi. Endi bularni operatsiyagacha boryapti deyapsizlar, to'g'rimi? Operatsiyagacha boryaptigan bu holatlar, bularni oldini olish uchun biz ota-onalarimizga nima tavsiyalar berasiz? Yeyish ichishda farzandlarni yeyish ichishini kontrol qilish, shu tez tayyorlanadigan ovqatlar, sho'r, shirin, o'ta gazli ichimliklarni kontrol qilishga maslahat beramiz. Bo'lmasam shu aytib o'tganimizdek 1-2 yil ichida operatsiya stolida ko'rishga majbur bo'lyapti ko'pchilik e'tiborsizlik oqibatida. Agar shu kungacha ham e'tiborsizlik qilib, o'sha burun olishda, nafas olishda qiyin bolajonlarimiz bo'ladigan bo'lsa, allergiyasi bor bolajonlarimiz bo'ladigan bo'lsa, biz aytib o'tgan alomatlar sezilgan bolajonlar bo'lsa, bizni Median klinikasiga yoki mana bu nomerlarga murojaat qilib aloqaga chiqishlari mumkin.